Bola PUBG'chi bo'ladi, qizga esa mol dunyo kerak bo'ladi. Bola o'z orzulari tomon ketadi, qiz esa mol dunyoga uchib, boy bolaga erga tegib ketadi. Shunday ekan hech qachon harakatdan to'xtama. Hamma narsa mol dunyoga o'lchanayotgan bu zamonda sen qachongacha odamlar gaplari bilan yashamoqchisan? Sen nima qilsang ham odamlar gapiraveradi. Qachondir ishlaring oldinga ketib muvaffaqiyatga erishgan payting, hamma sening yaqin insoning yokida birorta tanishingga aylanadi. Aksincha, harakat bosib xato ish qilib qo'yadigan bo'lsang, bu bola yoshligidan shunaqa edi, hali ham o'zgarmabdi deb chiqarishadi. To'g'ri, gaplarim kulgili eshitilishi mumkin, lekin achchiq haqiqat ekanligini hammamiz bilib turibmiz. Shunday ekan, odamlarning gaplari seni orzularingni o'ldirishiga yo'l qo'yma. Ha, yana o'sha gap, malol kelmasa obuna bo'lib qo'ying. Haypajo'rlar yokida bir-birini so'kib chiqayotganlarni zeriksangiz, bizga ham padashga qildirasiz. Gitme bir yere, gidersen unutursun. Dilerim öyle olmaz.